Mahallani obodonchiligiga qarash qo'yyag'ilar. Hay shuni ham ayam tagiga qo'yasizlarmi? Yedilar beni bu. Nima bo'lgan? Yutdiga. Hey! Futbol desa jonlaringni berib yuborasanlar-a? O'sha qo'lni uyingga ikkita non ko'tarib kirami? Yo'q. Ma bo'lmasa. O'sha Mbappe ukam soqatibdi deb ko'tingga gamaja berami? Yo'q. Ma bo'lmasa. O'sha Husanov senga yordam qiladimi? Ha, sindoshim bo'lgan, doim yordam berib kelgan. Ma bo'lmasa, sol bo'lmasa. Sol bo'lmasa, fiskal Barsa davay. Ha, Andardagi Psimansani ko'chasidagi Ankalogan ro'parasida Dennis mebelga keldim. Ha, endi uylangim keldi-da. Qallama menga kelmasang bo'lmaydi, uylanib yoradigan mebellar bor ekan. Ha, qo'yag'i texnikalarni chet eldan olib kirishar ekan. Dermesda hamma mebellarga 30% gacha chegirma ketyapti-ku. Dermesning mebellarichi Turkiyaning mebellari bilanchi adin-madin solishib ham qo'yaverar ekan. Uyingga olib borib o'rnatib ham berishar ekan. Hozir o'taman qo'yag'i. Ha, uylanaman deb mebel ko'rgani keldim. Hozir qaytayapman, bo'pti. Boshqamizga yozsam balam. Bemalol. Ya, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Ma uka, ma shu orqada o'tkazib o'tir. Kallangga qo'yag'i. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin. Bunday befarosat xotin olamda yo'q. Dazmolla, mana uni ishga kech qolyapman. Mol. Romantika qilishni ham bilmaysiz. Tepanot senga sovg'a bor. Romantika qilmoqchini shekilli. Bittadan quyosh chiqdi. Voy, bardachokni och. Bagajni och. Voy. Ashini ko'tarib uyga olib kel, xotin bilasanmi, belimda grija bor. Ha, grijasi qursin, yashamaylik ekanda. Senga romantika kerakmidi? Sen bilan romantikani birini qilamiz, xotin. Titanikni ko'ramiz. Titanikda trenddagi suv Flavis bilan ko'ramiz. Ya'ni sen xohlagan ta'mi anorligi 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Trenddagi suvda bu xotin. Rahmat. O'zingizga olmadingizmi? Ha, kinoyini ko'r. Sigma boy. Uka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qo'shotdan erim bilan birga o'tamizda. Internetlarda bitta video moda bo'lib ketdi-yu. Mana meni erimga berasiz-da, xotiningizga mashi gullab bering degandek qilasiz. Ha, bo'ldi, xo'p. Nima? Sen erkak kishi gul beryapsanmi? Voy, dadasi! Ha, senda qala ko'payib ketdi. Voy, dadasi, urmayman beruvdim gulni. Nima? Sen hali erkak kishi gul beradigan bo'lib qoldingmi? Ha? Voy. Mavarayim pishlaymi nima bo'ldi? Xotinim Tayson so'radi. Taysonni fanati shekilli deb olib keldim. Ha, xotin Tayson emas, Dyson so'ragan ekan. O'la 56lar hech qachon xotinidan qo'rqmaydi. Ketsin nardaga. Narda kerak. Mana 2, mana 4. Onangdan kirib oplading senchi? Oz bola yangi so'z o'rganadi. Somsaxonaga sous qilaman. Big'illadaman. O'zing yaxshimisan? Og'zing sasiyapti. Meni og'zim hech qachon sasimaydi. Mana jag'iga nima qilgan? Ertalabdan limonli xurmo yegan ekan. Mana buni ochib ber. 56 zo'rda bitta chiqqan. Sen biznes boshlading, nima bo'ldi? Buxgalter top, banka bor, u bilan shartnoma qil. Xullas yugur ko'p ekan. 56-yilda qolib ketishdingmi? Sal zamonaviy bo'lishgan. Paynet ilovasida xolis degan funksiya bor. 10 daqiqada Face ID orqali biznes yatib otsang bo'ladi. Indirjit o'zing qara. Tinmay big'illataman bularni. Ro'yxatdan o'tish onlayn. Ro'yxatdan o'tganingdan keyin biznes hamyon ochiladi. To'lovlar 0% komissiya bilan qabul qilinadi. Undan tashqari har bir operatsiya uchun 0% cashback beradi. Soliqlar, hujjatlar barchasi avtomatlashtirilgan. Barchasini Paynet ilovasi o'zi yuritadi. 1-yanvardan yatib uchun soliqlar 1% bo'ladi. Xavotir olma, barcha ma'lumotlar va hujjatlar kabinetda saqlanadi. Voy, rasul uzoq reklama ekan, kirolmay yotibman. Ishlaringda bitta xotinni qo'rqmaydigan men ekanman. Yurish biznikida o'tiramiz. Aniqmi? Aniq. Ayasi, jonim, sharmanda qilmagin. Aldaysan-ku, Sardor. Xotiningdan qo'rqasan-ku. Kankillataman.